Assalomu alaykum, Bozor Obzor YouTube kanal obunachilari. Xo'p, navbatdagi oshxona mebellarimizni sizlarga obzorini qilishda boshladik do'stlar. Bir chekkadan videoni shoshilmasdan oxirigacha ko'rib tursanglar, narx-navolari, razmerlari men sizlarga tushuntirib o'tamiz do'stlar. Undan tashqari joylarga o'lchab yasash kerakmi yo tayyor ishlar kerakmi, xohlagan razmeringizni, xohlagan dizayningizni ishlarimiz bor. Xudo xolasa bemalol aloqaga chiqa olasizlar. Andijon mebel markazi birinchi qo'l joyidan, optim joyidan sizlarga obzor qilishda boshladik do'stlar. Xo'p, bu ishlarimiz razmeri kelsak 240 ga, balandligi 220, mo'ykasi, simisitili va bedesa, shushulkasi ichida kampli bo'ladi. Shu turishi 3,5 million so'm. Pagonometr metriga emas, xohlang kashmir, xohlang mokriy rangidan bo'ladi do'stlar. Svetlari 3 xil yonadi. Undan tashqari 270 deysizmi? Xohlasangiz 3 metr bor do'stlar. 3,5 metr joyga bitta haladendigi bilan xo'p tushoradi do'stlar. Bellariga esa mo'ka simitillari, gazi, vitichkalari ham qo'yilgan. Bu ikki ukralarimizga ham hammasiga tushoradi. Bunisini esa komplekt qilib qo'yganmiz. Shu turishi komplekt 6,5 million so'm. Agar gazi, vitichkasi qarang, e'tibor berasizlar, qo'yilmasa 2 million so'm pulidan minus qilamizda, ishni o'zini 4,5 million so'mga bera olamiz. Bu yoniga esa propan balonga javob qilganmiz. Bundan tashqari esa begi mikrovalnovka, tepalariga aristonlarni ham qo'yib yuborsanglar bo'laveradi do'stlar. Bellariga esa duxovkalarni qo'yganmiz. G'aladonlari ham hamma yo'q yaxshisidan, xudo xolasa ishlasa bo'lmaydigandan plastmassa keramika do'stlar. Undan tashqari menga 2 metr deydigan bo'lsangiz, 2 metrga balandligi 2,30, rossiyskiy stalish esa qalin yaxshisidan akril material orqalari granit. Shu turishi 2 million 500 ming so'm do'stlar. 3 metr deysizmi, 2,40 deysizmi, xohlagan razmerlar bor. Bunimiz razmeri kelsak, uzunasiga 270, balandligi 220 cm. Shu turishi 4 million so'm do'stlar. Xo'p, Andijon viloyati bo'ylab dastlabki uстановkalar besplatniy, boshqa viloyatlarga esa arzonroq shopir gaplashib beramiz do'stlar. Xo'p, bunimiz razmeri kelsak, uzunasiga 3,40, balandligi esa 220 cm. Xo'p, bunimiz esa dub vatan mebelning rangida qilganmiz do'stlar. 3,40 4 metr joyiz bo'lsa, bitta haladinlik ham tushoradi. Aytilayotgan mebellarimiz hammasini ichida bittadan 4 burchak mo'ka grand shushulkasi, xo'p, uydagi opajon xolajonlarimizga bonusiga qo'yib o'rnatib beramiz do'stlar. Ustidan rossiyskiy stalish esa bunimizning narxi keladigan bo'lsak, 5 million 500 ming so'm. Xohlang mebelning rangidan, xohlang bunaqa mokriy rangidan. Rangi o'zgaradigan bo'lsa, puliga ta'sir qilmaydi. Xohlagan rangingizdan qilib bera olamiz do'stlar. 270imiz ham bunaqa oq ranglari ham bor, xudo xolasa inshaalloh. Pastda nomerlar qoladi, bemalol aloqaga chiqa olasizlar. Xudo xolasa bozorlar juda qizg'in. Do'stlar, xudo xolasa, xo'p, bunimiz razmeri kelsa, bunimiz 270 ga, 3 etajli, balandligi 2,40, 2,5 metr joyga tushadi. Qarang do'stlar, gazi, vitichkasi, mo'ka, simisitli shushulkalari ham shu turishi do'stlar 6,5 million so'm. Agar do'stlar qarang, gaz vitichkasi kerak emas desiz, buni ham 4,5 million so'mga qilib bera olamiz do'stlar. 270 da menga yonida shkaf bo'lsin, propan balonga joyiga qo'yaman deydiganlar bo'lsa, bularimizni ham narxi 4,5 million so'm, 270 cm, balandligi 220 do'stlar. Xudo xolasa ishlarimiz juda ko'p. Andijon mebel markazida 34 va yana 33 joylar, xudo xolasa sizlarga metka devor tagida bunaqa ko'k betonda tagida joylarimiz do'stlar. Andijon yangi mebel markazida Baxt kalsovogini oldida bo'ladi do'stlar. Agar yo'q, men vaqtim yo'q borgan uka, o'zingiz telefon qilib misolga jo'natib deydigan bo'lsangiz, kelishi shartimiz olib borib ham bera olamiz. Yo'q, kelib jivoy ko'rmoqchiman desanglar, kelib ko'rib ham keta olasizlar do'stlar. Bunimiz 2,40 mingga bo'yi baland deydiganlarga, bunimiz esa 2,40 ga, uzunasi ham 2,40 cm. Buni ham mo'ykasi, simisiti, shushulkalari ichida komplekt do'stlar. Bonusiga 4 million so'm do'stlar. Mash turishi 4 million so'm, metriga emas do'stlar. Bundan tashqari joylarga o'lchab yasamoqchi bo'lsanglar, yasatirmoqchi bo'lsanglar, joylarga o'lchab yasab ham bera olamiz. Akril material, MDF, laminat, xohlagan materialingizda, xohlagan rangingizda xudo xolasa bor do'stlar. Bundan tashqari joyizga o'lchab yasatirmoqchi bo'lsangiz, bir pagonometri 2 million so'mdan 4 million so'mgacha bor. Uyingizda ugul bo'ladimi, tekis bo'ladimi, dapatolog bo'ladimi, high-tech bo'ladimi, rangini farqi yo'q. Razmerini xudo xolasa borib joylarga o'lchab yasab bera olamiz do'stlar. Shkaf bo'ladimi, detskiy bo'ladimi, qanaqa rangligini ahamiyatsiz, xudo xolasa hammasidan bor qilib o'rnatib beramiz do'stlar. Bemalol aloqaga chiqa olasizlar. Bitta-bittadan like bosib, obuna bo'lishni unutmaysizlar.